Türkan Xatun, ئاپتورى Haji Ekber Muhemmedniyaz. Qarxanlar va Saljuqiylar munosabatidagi tangdoshsiz yorqin shaxs Türkan Xatun. Muqaddima. Birinchi qism. Uyg'ur Türk ayollari qadimdinla o'z ona vatani Turkistonda to'limi qadrlanib va hurmatlanib o'sib kelgan edi. Ular yotliq bo'lib, xotun, bola tug'ib, ana bo'lgandan keyin o'rni yanama yuksilib, ayol xo'jayin darajasiga ko'tariladi. Uyg'ur Türk qog'onlari onalarini har qanday kishidan yuqori ko'radi. Xudodan qolsa, onalari ularga eng muqaddas edi. Ayollar nikohlangandan keyin xotun degan nom bilan hurmatlansa, bola tuqqandan keyin ona degan nom bilan texmi ulug'lanadi. 921-yili Turanға ziyoratga kelgan dangliq arab elchisi Ibn Fazlan Türkiy xalqlarini ta'riflaganda, ularning ayollari har jihatdan erlarga o'xshaydi deb bayon qilgan. Uningdan to'g'ri 400 yil keyin Sharqda ziyorat qilgan dangliq arab sayyohi Ibn Battuta Altın Orda xalqi poytaxti Astraxanda O'zbek xonni ziyorat qilganda, xonning sarayidila kishilar oldida onasi va boshqa xotinlarga qandaq oshkora hurmat ko'rsatib, elchilarni hayron qoldirganligini tafsiliy bayon qiladi. Oila qurgandan keyin mayli shaharlashgan yoki ko'chman holatni saqlab qolgan qavmlar bo'lsin, ayollar chorva beqish va boshqa tirikchilik ishlarida erlarga hamdam bo'lib, iqtisodiy jihatdagi mahoratimi yuksilib mangadi. Erlarga yordamlashib, oilani cho'rgiltish jarayonida ularda tabiiyla siyosiy va harbiy jihatdagi iqtidor mukammallashib boradi. Chunki qadimgi turkiy millatlarda bir oila kishilari amaliyotda bir kichik harbiy atrot edi. Bir oila kichik bir davlatga o'xshash puxta va tartib bilan idora qilinadi. Bu ahvollar keyincha Uyg'ur Türk ayollarining siyosiy, harbiy va ma'muriy ishlarda aktiv rol elishini, hatto hokimiyatni qo'lda tutib turib, bir mahal utuqliq davron surishini asos bilan ta'minladi. Uning ustiga ajdodlarimiz 920-yillari biroqla umumyuzlik islom diniga e'tiqod qilishga boshlagandan keyin ayollarning o'rni texmi yuksilib, ayollar barliq fazilat va ikki dunyolik baxt saodatning yetuk o'lchimi bo'lib qoldi. İslamiyatning qiz ayollarning ma'naviy o'rnini yuqori ko'tarishi shu bo'ldiki, barliq ikki dunyolik baxt saodat ayollarni markaz qilib o'lchindigan bo'ldi. Ya'ni ayollar har ikki olamlik mangulik baxt saodatga erishishning asosiy o'lchim bo'lib qoldi. Bu to'g'riliq Hindistonlik nopozliq islom allamisi Shayx Akram Nadaviy mundoq deydi. U kichik vaqtida tug'ilganda ota-onasini do'zaxdan qo'g'daydigan qalqon bo'ladi. U yotliq bo'lganda erining dinini va odamiyligini butunlaydi. U ona bo'lganda jannat uning qadamlari ostida bo'ladi. Bu fazilatlarni bilgan har qandaq er kishining ayol kishi bo'lib ketgisi keladi. Mana yuqorqi tarixiy, ijtimoiy va diniy omillar natijasida bir turkum ishonchisi urg'ib turgan hukmronlik tizginini qo'lida mahkam tutib, shonliq tarixda nomini mangu qoldirib, keyingi ayollarga abadiy ulgu bo'lib qolgan ulug' ayollar maydonga chiqdi. Ushbu tarixiy eslatma nomiga atalgan
Türkan Xatun dәл şularning ichidagi favqulodda mo'yim ahamiyatga ega ulgulik ayol edi. Birinchi, Türkan Xatun tug'ilish harpisidagi qarxonlar. Hammaga ma'lum bo'lgandek, qarxonlarning jasur qag'ani Harun Bo'raxon 993-yili Samaniylar xonligini munqarz qilib, 3 yildak tartib o'rnatib, jiyani Ali Tekinni 997-yili G'arbiy Ilikxon qilib tayinlab, Qashqarga qaytish yo'lida qazo qildi. Bu fursatni ching tutgan G'aznaviylar, Samaniylar qalduqlari va Saljuq o'g'illari Ali Tekinga tangli hujum qilib, Samaniylarni qayta tirildirdi. Natijada Qashqardagi cho'ng qag'an Said Ali Arslanxon o'zining barliq o'g'illari va jiyani Yusuf Qadirxonni Samaniylarni tinchitishga avatdi. Paytaxt Qashqarning bo'sh qolganligini ko'rgan Udun xonligi Qarxonlar qo'shinlarining Pamirning g'arbida urush qilayotganligidan foydalanib, darhol Qashqarga hujum qildi. Oqibat cho'ng qag'an Said Ali Arslanxon 998-yili dekabrda, ya'ni Hijriya 389-yil Ashura, hozirgi O'rdam mazirda namozga turgan yerida askarlar bilan qirilib ketgan. Udum qo'shini Qashqarni egilagan. Qarxonlar birdilla qil ustida qolgan. Chunki g'arbda ularga qarshi kuchlik birlashma qo'shin o'ttirg'i chiqib, G'arbiy Ilikxonligini tortib olgan edi. Sharqda Qarxonlarning yuragi bo'lgan Qashqar Udun xonligi tarafidan yutib ilingan edi. Bu hol xon jamiyati ichida Qashqardan yoki Buxorodan voz kechish munozirasi paydo qildi. Arslanxonning o'rniga qolgan bo'lgan cho'ng o'g'li Ahmad To'g'anxon Udun xonligining amaliy kuchining kuchli ekanligini ko'zda tutib, azizona Qashqardan voz kechib, Samaniylarni tubdan tinchitishni o'ttirg'a qo'ydi. U endi Tarim vodisini qaytarib olish mumkin emas deb qaraydi. Ilik Nasirxon, Mansurxon va Ahmad Chag'irtekin qatorliq inillari buyruqqa bo'ysunib, Samaniylarga qarshi butun qo'shinni otlantirdi. Ammo Harun Bo'raxonning o'g'li Yusuf Qadirxon Qashqarni qaytarib olishni qat'iy tashabbus qildi. Qarxonlarning taqdirini Qashqar bilan o'lcham qildi. Ammo To'g'anxon Qadirxonning harbiy yordam talabini rad qildi. Qadirxon yanada voz kechmay, Shimoliy Ilikxon va G'arbiy Ilikxon tavasidagi har qaysi musulmon turklar ichidan jangovar bir qo'shin tashkillab, tavakkulchilik bilan muntizim va pishqon Udun xonligi qo'shiniga qarshi jazo yurish qilgan. 999-yili To'g'anxonga ikki cho'ng xo'sh xabar kelgan. Biri shu yili 24-oktyabr, ya'ni 389-yili Qurbon hayit kuni Ilik Nasirxon bilan Ali Tekin Bo'g'ra zafar quchib kirgan g'alaba xabari. Yana biri shu yili 22-noyabr, ya'ni 390-yili Ashura kuni Yusuf Qadirxonning Qashqarga zafar quchib kirib, Udun qo'shinlarini Qashqar tavasidan chekindirgan xabari edi. To'g'anxon bakli xijil bo'lib, tezdan Qashqarga harbiy yordam avatgan. Ayni vaqtda Osiyodagi 3 cho'ng harbiy kuchning biri deb e'tirof qilingan Udun xonligini Yusuf Qadirxon uda 5 qatim urush qo'zg'ash orqali 1006-yili Udunni butunlay islomlashtirgan. 1007-yili Qarxonlar bilan G'aznaviylar tunji qatim to'qinishgandan keyin Yusuf Qadirxon 1008-yili Xotanda cho'ng o'g'li Sulaymon Arslanxonni qoldirib,
Yəqən və Qashqarda oğlu Mahmud Tekin bilan Yağan Tekinni ishqa qo'yib, G'aznavilarning fitnasiga aldinib, talafat tortgan jiyanlarga yordamga kelgan. Qarxonlarning g'arbiy ilxoni İlik Nasırxon 1013-yili, ya'ni Hijriya 403-yili vafot bo'lgan. U 992-yili tağısı və naib qalğan Harun Buğraxan, ya'ni 949-yildan 999-yilgacha tərəfindən Şimali İlxanlıqqa təyinləngan. Harun Buğraxan vafot bo'lganda nəvri akisi Said Ali Arslanxon cho'ng qolgan bo'lib Qashqarda turadi. U cho'ng o'g'li Ahmad Tug'anxonni bala sog'unda, yana bir o'g'li İlik Nasırxonni o'z kentda ishqa qo'ygan. Ali Arslanxon qazo qilgandan keyin jiyani Harun Buğraxonning Qashqar va Xotanni birlikka keltirgan Qobil o'g'li Yusuf Qodirxon, ya'ni 969-yildan 1032-yilgacha Qashqar va Xotanni o'z ichiga olgan Tarim vodisida naib qolgan bo'lib, Qodirxon nomini qo'llangan. O'g'li Ahmad Tug'anxon cho'ng qolgan bo'lib tayinlanib, balasog'unda taxtga chiqqan. Tug'anxon inisi İlik Nasırni g'arbiy Ilikxon qilib ishlatgan. Ammo İlik Nasırxon aksiga qarshi 1009-yili 12-oyda balasog'unga qo'shin tortib, adablash uchun yo'lga chiqqan. Halqiliq paytda Nəvri aksi Yusuf Qodirxon oraga tushib, qarxonlarni parchalanib ketishdan saqlab qolgan. Mahmud G'aznavi, ya'ni 971-yildan 1030-yilgacha Qarxon bilan İlik xonning orasiga salgan so'g'uqchilikning unum berginini ko'rib, yolg'iz qolgan İlik Nasırxonga hujum qilgan. Qarxon Ahmad Tug'anxon inisidan ko'ngli azor yegachga yordam bermagan. Ammo Dana Yusuf Qodirxon dal vaqtida askar avatib İlik xonni qutqizib qolgan. Natijada Qarxonlar yana bir qatim parchalanish xavfidan qutulib qolgan. 1012-yili Yusuf Qodirxon Abbasiylar xalifasi tarafidan Mashriq podshoyi degan martabaga erishgan. 1013-yili mushu nomda Yakanda tanga pul quydirgan. Uningdan keyin xalifa tarafidan nurg'un martaba nomlar berilgan bo'lib, ayni vaqtda hech bir hukmron bundaq ko'p va yuqori martaba nomlarga erishib baxmagan edi. Nasriddin, Malik Mansur, Muizzu din va davlat, Xaqon Muayyid qatorliqlar. 1013-yili İlik Nasırxon vafot bo'lganda, uning inisi Mansur Shimoliy Ilikxonga tayinlangan. Ali Tekin İlik Nasırning o'rniga G'arbiy Ilikxonga tayinlangan. 1014-yili Qodirxon Qashqarni idora qilgan. Ikki Qobil o'g'li Xotan bilan Yakanni idora qilgan. 1015-yilga kelganda Kashmirdan Choxliqgacha, Ulug' Pamirdan Qumilgacha bo'lgan bepoyon zaminda Yusuf Qodirxon mutlaq hukmronga aylanib, amaliy kuchi cho'ng qolgan va iliq qolganlardan eshib ketgan. 1016-yili Ali Tekin tunji qatim o'zini qolgan deb jakarlab, g'arbda G'aznaviylarni, sharqda Qitonlarni chillab kelgan. 1018-yildagi Qaraxon Xitoy urushidan keyinla cho'ng qolgan Tug'anxon qazo qilgan. Yusuf Qodirxon davlatning kelgisi uchun yana bir qatim Ali jamoatiga yo'l qo'ygan. Natijada Qodirxonning qo'llashida Shimoliy Ilikxon Mansur Arslanxon nomi bilan cho'ng qolgan bo'lgan.
Uning o'rniga kichik inisi Ahmad To'g'anxon Shimoliy Ilxon bo'lgan. Biroq uning davrida sobiq G'arbiy Ilxon Ali Tekin o'zini qag'on deb jakarlab, Saljuq o'g'illarining madad berishi bilan bir mahal mustaqil bo'lib olgan. Yusuf Qadirxon Ali Tekinni al qilish uchun oldi bilan Balasag'onga yurish qilib 1024-yili Mansur Arslanxonni taxtdan tushirib, poytaxtni Balasag'ondan qayta Qashqarga ko'chirib kelgan. Poytaxtni ayni vaqtda Yusuf Qadirxonning buvisi Sulaymon Arslanxon Balasag'onga ko'chirib, hozirgi Qozog'iston va Qirg'izistonni islomlashtirgan edi. Ammo Yusuf Qadirxonning qarindoshlari Ahmad To'g'anxon bilan Ali Tekin e'tirof qilg'ili unamay, har ikkisi o'zini qag'on deb jakarlagan. Bu hol Yusuf Qadirxonning Mahmud G'aznaviy uzoqdan beri izchil talab qilayotgan ittifoq tuzish taklifiga ijobiy javob qaytarishiga turtki bo'lgan. 1026-yili martning oxiri Somnat urushidan amdil qaytib kelgan Mahmud G'aznaviy darhol Amu daryosidan o'tib, va'dasi bo'yicha Samarqand atrofida o'zidan sal ilgari yetib kelgan Yusuf Qadirxon bilan aprelning oxiri uchrashgan. Isyonchi Ali Tekin taslim bo'lgan. Ahmad To'g'anxon bir mazgil Qizil qo'l cho'liga qechib ketib, uzoq o'tmayla qaytib kelib tov qilgan. Yusuf Qadirxon har ikkisini apil qilib, ularni yanala Ilxon qilib ishqa qo'ygan. Ammo Yusuf Qadirxon Tarim vodisidan ayrilganda Quchu Uyg'ur edi qutligi bilan Udun, ya'ni Xotan xonligi isyon ko'tarib, mustaqillik jakarlagan. Шуңа Qadirxon tezdan qaytib kelib, 1026-yili yil oxirigacha isyonlarni tinchitib bo'lgan. Bu jarayonda ikki ukisi yana bir qatim isyon ko'targan. Shunga Yusuf Qadirxon 1027-yili o'g'li Yag'an Tekinni Muhammadniyaz, ya'ni Mahmud Qashqariyning buvisi Ali Tekinni tutishqa avatib, o'zi Balasag'ondagi To'g'anxonni asir olgan. Shundoq qilib, Qarxonlar oxirgi qatim parchalanishdan omon qolgan. Ali Tekin Saljuqning navrisi Yusuf Bagni o'ltirgandan keyin Saljuq o'g'illari bilan bo'lgan munosabati buzilgan. Undan boshqa o G'aznaviylarning chegara amaldori oltin toshni chepib tashlab, o'ziga yana bir avorchilik tepib olgan. Chiqish yo'li qolmagan Ali Tekin yana bir qatim Yusuf Qadirxondan kechirim talab qilgan. Qolgan uni kechirib qolmay, yana G'arbiy Ilxon qilib qo'ygan. Bu iltifatdan qattiq xijil bo'lgan Ali Tekin zodila yuz o'rmaslikka qasam qilib, toki 1034-yili vafot bo'lguncha biror qatimmo chataq chiqarmagan. U vasiyatida barliq o'g'illarga og'isi Yusuf Qadirxonning o'rniga qolgan bo'lgan o'g'li qolgan Sulaymon Arslanxonga sodiq bo'lish haqida nasihat qilgan. 1026-yildagi barliq kirzislarni hal qilgandan keyin Yusuf Qadirxon burunqi tajriba saboqlarni obdan yakunlab, Shimoliy Ilxonni markaz bilan bog'lash uchun o'g'li Muhammad Yag'an Tekinni Ilxon qilgan. Ammo yanala tog'illarning o'g'illariga insof qilib, ularni izchil G'arb Ilxon qilib ishqa qo'ygan. Samarqand kelishimi bo'yicha Mahmud G'aznaviy Saljuq o'g'illarining atamani Isroil Arslan Bayg'uni aldab apirib tutqun qilib, Kalanjir qal'asiga qamab qo'ygan. U 7 yildan keyin shu qal'ada o'lib ketgan. Birdilla G'aznaviylar G'arbiy Ilxon Ali Tekin va o'g'izlar orasida qo'rshovga tushib qolgan boshsiz Saljuq o'g'illari o'z ichidan To'g'rul Bag
va Chag'ribagni oqsoqol qilib saylab, darhol poytaxt Qashqarga kelib, Yusuf Qodirxondan panolik tilagan. Gerçi ular Qashqarda Qodirxonning himoyasida tursimi, ammo har vaqt hushyorlikni saqlab, yana falokatga yo'liqishdan saqlangan. Qodirxon ularni chaqirtsa, ikki akufka yo'qlang bahonalarni tepib, biri salomga kelsa, yana biri kelmaydi. Har ikkisini tang tutib qololmagan Qodirxon bir kuni To'g'rilbagni tutib qolgan. Aksi Chag'irbag ahvolning chataqligini pamlab, darhol qavmini boshlab qochgan. Yo'l ustida bir necha qarxonlar shahzodasini go'ro'ga elib olib, orqadinla elchi avatib, Yusuf Qodirxondan inisi To'g'rilbagni qo'yib bersa, shahzodalarni qo'yib berdiganligini aytdi. Qodirxon Chag'ribagning zirakligiga qo'l qo'yib, inisini shartli qo'yib berdi. To'g'rilmi Qodirxonga qasam qilib, qarxonlarga abadiy parakandichilik salmaydiganlik haqida kapolat berdi. U ukisi bilan tepishibla shahzodalarni yo'lga selib qo'ydi. Bu vaqa 1028-yili yuz bergan ekan. Ular Yusuf Qodirxondan qutulgandan keyin texmi qiyin ahvolda qoladi. Chunki ular burun turgan joylar g'arbi ilxonga qaraydi. Amdi ular uchun yozda nur oti yayloqlarida yozlash va qishda jo'ntda qishlash xatarlik edi. Shunglashqa ular bu qitim Mahmud G'aznaviydan bir parcha yer berishni talab qilgan. Mahmudmi ularning qarxonlar bilan birlashib olib, o'ziga hujum qilishidan ansirab, darhol Xorazmdan bir parcha yer ayirib bergan. Saljuq o'g'illari mush yerda turib, 50 tekin bilan Xorazm shoyi qarxonlar bilan G'aznaviylar orasida yuz bergan to'qinishlardan mayirlik bilan foydalanib, bosh ko'tarish uchun fursat kutgan. Ammo ajilning bakmi yiqilishib qolganligini sezib olgan Mahmud G'aznaviy ularga tuyuqsiz hujum qilib, ig'ir chiqimga uchratgan. Saljuq o'g'illari bu qitim Mahmud Bug'raxon, ya'ni 991-yildan 1058-yilgacha din panolik tilagan. 1029-yili Mahmud davlatini o'g'illari orasida taqsim qilib bergan. Shu yil bahorda Chag'ribag Davudning o'g'li Olib Arslan tug'ilgan. U o'g'liga beshini silavatgan Mahmud Bug'raxonning ismini qo'ygan. Dal shu yili kuzda mazkur Bug'raxonmo navrlik bo'lgan. Yusuf Qodirxon uningga Mahmud deb ism qo'ygan. Xudo bu ikki farzandni 1072-yili Bag'dodda qayta jam qilgan. Chunki bu vaqtda Mahmud G'aznaviy allaburun sakratga tushib qolgan edi. Yusuf Qodirxon chavrasining Mahmuddan eshib ketgidek istibdodliq biri bo'lishini orzu qilib, uningga Mahmud deb ism qo'ygan. 1030-yili 29-aprel Mahmud G'aznaviy qazo qilgan. Mahmud G'aznaviy hayotining oxirgi 4 yilida izchil qarxonlar bilan Abbasiylarning bevosita aloqa qilishiga to'sqinlik qilib kelgan bo'lib, 1025-yili Mahmudning birmo unvoni yo'q edi. Ammo qarxonlarning g'arbi ilxonninglar xalifa tarafidan berilgan 3 ulug' martaba nomi bor edi. Mahmud G'aznaviy mehnat hiyla ishlatib, ilxonni xalifa oldida o'sal qilgandan keyin xalifami qattiq ranjib Mahmudga bir necha xil martaba nomi in'om qilgan. Ammo Mahmud qasdan qarxonlarda 100 yildan beri davom qilib kelayotgan sulton unvonini keng qo'llangan. Shu sababdan ayni vaqtdagi tarixchilar uni tarixda tunji sulton nomini qo'llangan kishi deb yozgan. Afsus, tarixda tunji sulton unvonini qo'llangan kishi Sulton Sutuq Bug'raxon edi.
Qarxanlarning 950-yildan burunqi tarixidan xabarsiz arab tarixchilarining buni bilmasligi tabiiy edi. U hatto Qarxanlar qolganligini shunchalik kichik ko'rsatishga kuchiganki, ayni vaqtdagi mutlaq ko'p qism tarixchilar faqatla Mavara un nahirdagi Buxoro va Samarqandni o'z ichiga olgan g'arbiy ilxonlar Qarxanlar shu deb xato tunib kelgan. Mahmudmo maktublarda ilxonni vazirim deb tashviq qilib, har qaysi viloyatlarda keng tarqatgan. U hatto boyliqlarni ko'z-ko'z qilish uchun Qarxanlar elchilarini qartib qo'yib, oldin yo'tkab apargan boyliqlarni seliq topshirgan siyoqda qaytirib kelib oldigan. Buning tafsilotini Olib Arslanning vaziri Nizamul Mulk yozgan Siyosatnoma nomli asardan o'qiylik. Mahmud G'aznavining yuqorqidagi xatoliqlari Mahmud Bug'raxonni qanday g'azablantirgan bo'lsa, Mahmudning 1026-yildagi kelishim bo'yicha singlisi Zaynab xotunni Bug'raxonga vaqtida yotliq qilmaganligi texmi o'g'isini qaynatgan. Buni o'ziga haqorat deb bilgan Mahmud Bug'raxon Saljuq o'g'illarini yo'lab, shular orqali G'aznaviylarni cheklash siyosatini qo'llangan. Bo'libmi 1032-yili 27 noyabr otasi Yusuf Qodirxon vafot bo'lgandan keyin G'aznaviylar yangi qolgan Sulaymon Arslanxonni mansitmagan. Undan boshqa 1034-yili 50 tekin vafot bo'lgan hamon g'arbiy ilxonlikdagi Ali jamiyati qaytadan harakatlanib, bu joyni qolganlikdan ayirib chiqmoqchi bo'lgan. Bu ahvollar Mahmud Bug'raxonning Saljuq o'g'illarini texmi yo'lab, ular orqali ham G'aznaviylarni, ham ilik Nasirxonning o'g'li Ibrohimni iskanchisiga ilishga sabab bo'lgan. Davomi bor.